san'atkorlarni qirib yuboringlar, o'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, aqiqa qilib. Oldingidaqa sevib qolib sponsor bo'ladi-yu, mayli-da. O'ynash bo'lsam, yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi. Endi nalog, mayli. Kim chigiydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi? O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar. O'zlaring ashula aytinglar. Boshqa gapim yo'q. Alloh taoloning kalomi bizning qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz bilan ularni qo'shtirnoq ichidagi ijodi teng bo'lishi mumkinmi? Hech qachon teng bo'lmaydi. Osmonlar va yer yaratgan zotning kalomi qana ularni bir 3 minutlik narsasiga to'g'ri kelishi mumkin. Hech qachon bu narsa bir-biriga mos kelmaydigan narsadir. Va aynan ular bizning qadriyatlarimizni, diyonatimizni haqorat qilib, mazax qilayotganligi uchun biz ulardan yuz o'girishimiz kerak. Umuman ularni chetlashtirib tashlashimiz kerak. Nimaga? Aynan bundan keyin ularni aqllari kirib tavba qilishlari mumkin-da. Ayrim bir san'atkorlarni aytyapman, asl basharasi qanaqa bir past inson ekanligini shu soliq joriy etilishi mumkin degan gapdan keyin shuni ko'rishimiz mumkin ekan. Buni bular qanchalik vatanimizga vafodor yoki fidokorligini, hamma bu gaplari bir puch ekanligini shuni bilib oldik. Bularga biz aql kirgizib qo'yishimiz kerak. Qanaqa yo'l bilan shuni yuz o'girish bilan deb o'ylayman. Ayrim bir san'atkorlarda fohishadan ham battar inson ekanligini o'zlari tan olishdi. İşte o'zlarining gapi bilan bulardan endi nima kutishimiz mumkin? Bu uje bizga mavhum narsalar. Videoga like bosib qo'yib, hamma yaqin tanishlarga yuborib qo'yinglar, bilib qo'ysin. Kommentariyada bo'lsa o'zingiz fikringizni yozib keting.